yashashga majbur qiluvchi iqtiboslar. Inson ongi orqali qabul qilgan va anglay olgan narsalarni qo'lga kiritishga qodir. Napoleon Hill. Vaqtingiz chegaralangan. Uni boshqalarning hayoti bilan yashashga sarflamang. Steve Jobs. Muvaffaqiyatga erishish uchun emas, hayotingizni mazmunga ega bo'lishi uchun harakat qiling. Albert Einstein. 100% holatlarda rejalashtirilmagan urinishlar muvaffaqiyatsiz yakun topadi. Wayne Gretzky. Maqsadingizning aniqligi barcha yutuqlaringizning asosiy nuqtasidir. Clement Stone. Hayot bu sen boshqa rejalaringni jonli amalga oshirayotganingda ro'y beradigan holat. John Lennon. Biz o'ylaganimizga aylanamiz. Earl Nightingale. 20 yildan so'ng qilgan ishlaringizga nisbatan qilmagan ishlaringiz haqida afsuslanasiz. Shuning uchun shubhangizni yo'qoting. Xavfsiz orolingizni tark etib, yelkanlaringiz orqali shamolni ishlating. Izlaning, orzu qiling, oching. Mark Twain. Hayotingiz 10% siz bilan sodir bo'layotgan narsalarga bog'liq. 90% esa sizning bu hodisaga bo'lgan munosabatingizga bog'liqdir. John Maxwell. Agar siz har doimgi ishingizni qilsangiz, har doimgi natijani olasiz. Tony Robbins. Daraxtni ekish uchun eng qulay vaqt 20 yil oldin edi. Keyingi eng qulay vaqt esa bugundir. Xitoy xalq maqoli. Hali izlanmagan hayotni yashash kerak emas. Suqrot. Kutmang. Vaqt hech qachon qulay bo'lmaydi. Napoleon Hill. Men sharoitim kemasi emasman. Men qarorlarim kemasiman. Stephen Covey. Hamma bolalar rassom, lekin masala shundaki, katta bo'lganda ham shunday bo'lish kerak. Pablo Picasso. Agar qirg'oqni tark etishdan qo'rqsang, hech qachon ummoni zabt etolmaysan. Kristofor Kolumb. Bizda ikki yo'l mavjud. Birinchisi shunchaki yashash, ikkinchisi esa o'z hayotimizni va taqdirimizni kashf etish. Jim Rohn. Agar siz nimagadir qodirman deb o'ylasangiz, haqsiz. Agar siz nimagadir qodir emasman desangiz, unda ham haqsiz. Henry Ford. Hayotingizda ikki muhim kun bor. Birinchisi tug'ilgan kuningiz, ikkinchisi esa nega tug'ilganingizni anglagan kuningiz. Mark Twain. Eng yaxshi qasos bu katta muvaffaqiyatdir. Frank Sinatra. Ko'p holatlarda odamlar motivatsiya ko'pga yetmaydi deyishadi. Lekin bu ertalabdan uyg'otadigan dushda ham shunday. Shuning uchun uni har kuni qabul qilish kerak deb tavsiya qilinadi. Zig Ziglar. Agar tanqiddan qochmoqchi bo'lsangiz, hech narsa qilmang. Hech narsa gapirmang va hech kim bo'lmang. Arastu. To'siqlar siz maqsadingizdan uzoqlashganingizda ko'rinadigan narsadir. Henry Ford. Sizning asosiy vazifangiz bu o'zingiz xohlagan inson bo'lishdir. Ralph Emerson. Orzularing sari ishonch bilan qadam bos. O'zing yashamoqchi bo'lgan hayot bilan yasha. Henry David Thoreau. Muvaffaqiyatli odamlar boshqalarga yordam berish imkonini izlashadi. Muvaffaqiyatdan yiroq insonlar esa menga bundan nima foyda bor
degan savolni berishadi. Brian Tracy. Qo'lingdan kelishiga ishonsang, marrani yarmiga yetgan bo'lasan. Theodore Roosevelt. Siz orzu qilayotgan hamma narsa qo'rquvingiz ortida yashiringan. George Adair. Biz qorong'udan qo'rqadigan bolani kechira olamiz. Hayotning chin fojiasi esa yorug'likdan qo'rqadigan katta odamdir. Platon. Agar siz ishonishni boshlasangiz, hamma narsaning iloji borday tuyuladi. Christopher Reeve. Qo'lingda nima borligidan va qayerda ekanligingdan qat'iy nazar bajar. Arthur Ashe. 7 marta yiqilsang, 8 marta tur. Yapon xalq maqoli. Baxtga yetkazadigan bir eshik yopilsa, boshqasi ochiladi. Lekin biz yopilgan eshikka shunchalik termulamizki, ochig'iga e'tibor ham bermaymiz. Helen Keller. Go'zallik har narsada bor, lekin buni ko'rish hammaga ham nasib etmagan. Konfutsiy. Yaxshiyamki, dunyoni o'zgartirish uchun hech kimga bir daqiqa ham berilmagan. Anna Frank. Agar men o'zligimni tashlasam, bo'lishni xohlaganimga aylana olaman. Lao Tzu. Baxt tayyor holda bo'lmaydi. U sizning harakatlaringiz orqali shakllanadi. Dalay Lama. Ko'plarimiz orzularimiz bilan yashamaymiz. Chunki biz qo'rquvlarimiz bilan yashaymiz. Les Brown. Qiyinchiliklar hayotimizni qiziqroq qiladi. Ularni yengish esa hayotimizga ma'no olib keladi. Joshua Marin. Nimanidir boshlashni eng oqil yo'li gapirishni bas qilib, harakatni boshlash. Walt Disney. Cheklovlar faqat ongimizda mavjud. Lekin biz tasavvurimizni ishga solsak, imkoniyatlarimizni chegarasi bo'lmaydi. Jamie Palinetti. Men testdan yiqilmadim. Men uni xato yetishning 100 ta usulini topdim xolos. Benjamin Franklin. Hech qachon adashmagan inson hech qanday yangi narsani qilishga harakat qilib ko'rmagan. Albert Einstein. G'oyalar quyonga o'xshaydi. Ularni boqishni o'rganish uchun ikkita quyonning o'zi kifoya. Lekin ular yaqinda podaga aylanadi. John Steinbeck. Qo'rquvdan o'lgandan ko'ra ishtiyoqdan o'lganim afzalroq. Vincent van Gogh. Agar farzandingiz yaxshi inson bo'lib ulg'ayishini istasangiz, ularga hozirgidan 2 barobar ko'proq vaqt va 2 barobar kamroq pul sarflang. Abigail van Buren. Orzularingiz ustida ishlang. Aks holda o'zga orzular ustida ishlash uchun yollanasiz. Farrah Gray. Me'yordan chiqmaslik bilan ildamlik qilib bo'lmaydi. Frank Zappa. Xayollaringizni o'zgartiring. Shunda hayotingiz ham o'zgaradi. Norman Vincent Peale. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bu videoni yana ko'ring va ulug' insonlar sizga nima demoqchi bo'lganini yanada chuqurroq anglab olasiz. Kim bo'lishingiz o'zingizga bog'liq. Ko'rishguncha.